Shuncha tangaga Koreyada nimalar olsa bo'ladi? Buning uchun men Koreyada keng tarqalgan JS magaziniga kirdim. Kassirni reaksiyasi va qancha tangaga nimalar olganimizni videoning oxirida bilib olasiz. Va asta-sekinlik bilan ko'zga yoqqan produktlarni korzinkaga solishni boshladik. O'sha mashhur pulta Kramionni ham olib ko'rdim. Asosan yegulik oldim xullas. Agar olgan produktlarimni obzor chiqazishimni xohlasanglar, albatta kommentda yozib ketinglar. Va shu video 30 mingta layk yig'sa, tangaga yoki telefon yokida tilla uzik sotib olaman. Va bularning hammasini reaksiyasini ko'ramiz. Ikkita korzinka produktlar oldik va Moment X qanchaga tushdi va tangaga hisoblatamiz. O'zi ham yarim soat sanashini kutib turdim. Oldiga boshqa xaridorlar kelib yordamlashib ham turdi hatto. Lekin baribir ham 2 marta sanayotganda adashib ketdi. Bular jon berib tanga sanayotganda men tezroq uyga borib qorinni to'yg'izish haqida o'ylab yurdim. Umumiy summani ekraningizda ko'rishingiz mumkin. O'sha gap 30 mingta layk yig'sa, bir qop tanga bilan iPhone yoki tilla sotib olamiz. Obuna bo'lish ham esdan chiqmasin.